Akalar, shu remont nechinchi yil remontlari deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda bunaqa remontlar qilinmaydi, lekin yaxshi turibdi. Mana 3-4 yil bo'lsa ham remont qilingani yaxshi turibdi. Uyi o'zi zo'r uy ekan. Top-toza uy, приятный, ya'ni fayzli xonadonlardan bittasi ekan. 5 ga 5 zalimizda zal qismini ko'rish mumkin. 5 ga 5 zal chiroyli abo'ylardan qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana kiraverish eshigimizni, prixoshka kirib kelish eshigimizni va bu yoqdan ko'rishimiz mumkin. Bolalar yotoqxonasi, bu ham yaxshi o'lchamlarda, tashqari qaragan oynalari bor. Yaxshi remontlari. Xohlasiz tabizga qarab boshdan remont qo'ysiz bo'ladi. Lekin sirazi kirib yashash imkoniyati ham bor. Unaqa xarob bo'lib ketgan remontlardan emas. Bu yoqda mana ota-onalar yotoqxonasi, bu ham yaxshi o'lchamda. Buni yonginasida bizani sanuzel qismimiz bo'ladi. Sanuzelimiz razdельный holatda bo'ladi. Bu yuvinish xonasi. Chiroyli kafelardan qilib qo'yilgan. Va bu yoq tomondan ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda bizani hojat xonamizni, xohlasiz hojatxonani buzib turib, bu yoqda kattaroq qilib olsangiz bo'ladi, kuxnyani. Va bu yoqda oshxona qismimizni, ayollar sevimli bo'lgan oshxona qismi chiroylikini mebellardan qilib qo'yilgan. Bu yoqda gaz plita vitishkalari qo'yilgan, tashqari qaragan oynalari bor. Balkonga qo'shib yuborilgan. Balkonimiz 1 ga 7 balkonimiz bo'ladi. Joylashgan joyi keladigan bo'lsa, Sergeli tumani, Sergeli 3 ta joylashgan bo'ladi. Ya'ni To'ron metro shunda pastimizda ko'rinib turibdi. Yonimizda shunda stadion bor, maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Xonadonimizda 9 qavatli dom 5-qavatda joylashgan bo'ladi. Narxi 67 ming. Bunaqa narx yo'q unchuncha joyda. 67 mingga zo'r narxga beryaptilar akamizni. Ba'zi bir savollarga ko'ra sirashni sotishim kerak dedilar. Uyimizni ipotekaga ham to'g'ri keladi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, 18-20 ming bilan ipotekaga ham chiqadi. Nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar.